Qo'ylarga qanaqa yem bergan yaxshi, eng foydali yemlarni sanab bering. Qani ketdi. Video boshlanishidan oldin aytib o'tmoqchiman, biz yaqinda 100 mingta bo'lamiz. 2,5 oy ichida sizlar bilan birgalikda oilamiz 100 mingtaga yetdi. Sizlarni yaxshi ko'raman, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun kattakon rahmat. Ko'pchilik yangi boshlayotganlar so'raydi, qo'ylarga nimadan boshlashim kerak, nimalar beray, nimalarni maslahat berasiz deb shu videoni bitta jamladim va top 5 ta yaxshi ozuqasini tuzib chiqdik. Xo'p, 5-o'rin kepe. Kepe bu qo'ylarni ham ovqatga qo'shib beriladigan, ovqatni shirakli qiladigan va hazm jarayonini yaxshilaydigan eng yaxshi yemlarning biri. 4-o'rin do'stlar Makka jo'xori, bizda jo'xori deydi, jo'xori yormasi yoki jo'xorini butun donni uni pishirib bersangiz yoki maydalanganini o'zini beradigan bo'lsangiz, qo'ylarga yaxshigina kuch beradi va yaxshigina go'sht tosh boshiga yordam beradi. Kuchli 3talik. 3-o'rinda albatta bu bug'doy. Bug'doy Makka jo'xoridan kuchliroq va asosiy do'stlarimiz ko'pchilik beradigan yem bu bug'doy bo'ladi. Bug'doy pishirib berishadi, ancha massa oladi va yaxshigina tosh bosadi. Bug'doy albatta bo'lishi kerak qo'y ratsionida. 2-o'rin arpa. Arpa otlarga va qo'ylarga nima uchun beriladi? Arpa qo'ylarni go'sht sifatini, ya'ni yog'sizlantirish, go'sht sifatini oshirishda yordam beradi. Ko'proq qo'shiq qizil va chiroyli holatda kelishiga yordam beradigan, go'sht berish protsentini ham ko'tarib beradigan eng yaxshi yem yoki ovqat. 1-o'rin e'lon qilishdan oldin video yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar. 1-o'rin albatta bizda bu beda press qo'yi ratsionda pasayni turishi kerak bo'lgan va eng foydali narsa beda press deyiladi. Beda press bo'ladi. O'zimiz ham pasayni beramiz. Qo'yi shu bedani o'zi bilan ham ancha semirtirsa, ancha o'zgartirsa bo'ladi. Ularni birgalikda aralashtirib berish, ya'ni ratsionini qayma xil berishini, yangi ratsion tayyorlab boryapman. Xudo xolasa tez kunlarda bu ratsionni ham chiqaramiz. Ungacha bizga natija kerak. O'sha ratsionni boqib ko'rdim. Bir oydan shu vaqt o'tdi. Yaqinda tarozchi o'lchaymiz va uni sizga qanchalik foydasi tegishini men bilganimdan keyin yangi video qilib chiqaraman. Do'stlar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz shu haftaning oxirigacha deyarli 100 mingta bo'lyapmiz. 100 mingta bo'lishimiz kerak. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.